Temachilar qaytibdimi deyman-da, Bigoga deb o'ylabman. Qarasam, sen o'tiribsan. Nima bu ahvol, yoshtirlar? Kecha qo'ydim aka, kecha qo'ydim. Bugun jahlimdan tushib gilamini olib tashladim, bu yoqda qolib ketdi. Qo'rqib ketibman, onangning bilan reverchi temachilar qaytdimi deb o'ylabman Bigoga. Mani ruchkamni bering, Jaloliddin aka, jinni-pinni bo'lib qolganmisiz mani ruchkamni olib? Samir aka lejni gapirmang. Samir aka lejni gapirmang. Meni ham rasmimni qo'yib qo'yarmikan, nima deysizlar aka? Turursin deb yozadi, hamma hech kimga turursa yaxshi turibdi. Ya, unaqa ish qilinglar, balak. Undan ko'ra lichkasiga to'ldirib SMS yozor. Jaloliddin aka, qani Jaloliddin aka? Jaloliddin aka, jinni-pinni bo'lib qolmadingizmi? Ichkada yozib qo'yaveradi deydi. Qochib qoldilar, Jaloliddin aka jim turibdilar balkonda. Bemaqsadlar. Yomon terdi ishlaysiz-da, bular Jaloliddin aka, meni efirimga kirsangiz ishlamaydi lekin qo'lingiz. Beringlar shuni ruchkasini yozsin. Yozsin. Ruchkasini beringlar. Yoz, Liracham yoz. Jaloliddin aka tez ishlaylar ozgina. Sal tezroq ishlayveradilar. Zo'r adminlarda lekin. Oylik beringlar lekin tekin ishlaylar. Hamma qaranglar, stop Bigo. Mana bu tapishgan akkaunt kimniki? Miyam qisib ketdi jalab. Qani, joniman degan ikkita podpiskasida odam bor ekan. Qiz bolaniki Samarqand местоположение yozilgan. Kim o'sha kambag'al? Kim biladi? Kim taniydi? Kim o'sha kambag'al? Kimni tapishkasi shu? Kimni qaysidir yaqiningiz bo'lsa kerak-ku. Qani yozdimi? Yozmadimi? Yozmagan. U turadi burunni kovlab. Hech nima demaydi. Va alaykum assalom, Zara, yaxshimisiz? Jonim. Hech nima demaydi. O'tiradi faqat. Tashakkurlar qilganingiz dedi. Ha, endi efir o'chirishim kerak, olishchi? Zo'r aka deydi. Ay. Kim taniydi shuni? Kimni tapishkasi bu? Siz. Va taniyman. Samirjon deyman dedi. Yozmayapti.